Assalomu alaykum hammaga do'stlar. Sizlar bilan Xon 15 kanali. Bugungi video telefon orqali rasm fonini xuddi shunday qilib montaj qilishni o'rganamiz. Rasm montaj qilish uchun bizga programma kerak bo'ladi. Uning uchun Play Marketga kiramiz va bu yerdan qidiruv joyiga InShot deb yozamiz. Mana InShot programmasi chiqdi. Menda bu programma borligi uchun shunday kirib ketaman. Agar sizlarda bo'lmasa, yuklab olinglar. InShotni ichiga kiramiz. Bu yerda 3 ta bo'lim chiqadi. Biz o'rtadagi foto bo'limiga kiramiz. Bu yerdan New degan joyga bosamiz. Bu yerda galereyadagi rasmlar chiqadi. Montaj qilmoqchi bo'lgan rasmni tanlab ustiga bosamiz. Ana endi pastda joylashgan panel bo'limini suramiz o'rtaga va u yerdan Cutout degan joyga bosiladi. Avtomatik o'zi orqa fonni kesib tashlaydi. Keyin pastdagi panelni boshlig'iga suramiz. Bu yerdan Background degan joyini ustiga bosamiz. Endi birinchi qatordagi ikkinchi turgan joyini bosamiz. Bu yerdan orqa fon uchun rasm tanlab olamiz. Keyin birinchi qatordagi 3-joyga bosamiz. Endi rasmni to'g'rilab olamiz. To'g'rilab olgach, litichkani bosamiz. Ana endi rasmni tiniq qilish uchun Adjust bo'limiga kiramiz. Do'stlar, rasm deyarli tayyor bo'ldi. Tepadagi Export degan yozuqni ustiga bosamiz va programmadan chiqib ketamiz. Galereyaga kirib, rasmni bemalol ko'rishingiz mumkin. Do'stlar, video foydali bo'ldi degan umiddaman. Yana shunaqa videolar chiqishini xohlasangiz, kommentariyada izohlarni qoldiring. Barchangizga rahmat.